Assalomu alaykum. Hurmatli talabalar, bugun o'sha C# dasturlash tiliga bag'ishlangan kurs yaratishga qaror qildik. C# dasturlash tili haqida ozroq tushuncha bermoqchiman. C# dasturlash tili o'sha C++ ga o'xshash bo'lib, ko'pincha tanlovda qiynalishadi. Birinchi C++ o'rgangan yaxshimi yoki C# o'rgangan yaxshimi? C# o'rganish uchun dastlab Pascal'da yoki C++da o'rganish kerak degan. Bunday emas, C# tili oddiy hisoblanadi, oson, qulay o'rganish uchun va boshlang'ich bilim talab qilinmaydi, biron bir dasturlash tilini bilish talab qilinmaydi. Bu eng yaxshi tomoni. C++dan ustunligi bu C# Javaga ko'proq o'xshashligi. Bu anchagina ustunlik beradi, chunki Javaga o'xshashlik ko'p joyda qo'l keladi. Xo'p, C# biz konsol dasturlar, katta kichik dasturlar tuzishimiz mumkin. Desktop dasturlardan o'sha mashhuri, ko'proq taniydigani bu 3D Max hisoblanadi. O'sha C# da yozilgan. Va saytlar yaratishimiz mumkin. Saytlar yaratishda C# yaratilgan saytlar qulayligi bu ularning kodlarining o'sha optimizatsiya bo'lgan holatda turishi. Uni ustiga u tez yuklanadi saytlar. C# shunisi bilan yaxshiroq. Va o'yinlar yaratish mumkin. O'yinlarni asosan o'sha Java yoki C# da yaratilyapti. Shunda yozish mumkin kodlarni. C# da yozish ham ancha qulay hisoblanadi. Endi hozirgi kursimizda o'sha dastlab boshlang'ich tushunchalar beriladi. Konsol o'yinida ishlash va algoritmga ko'proq urg'u beriladi. O'sha dastlabki tushunchalar bilan bir qatorda. Va undan keyin kursimizning ikkinchi qismida o'sha desktop applicationlar yaratish, komponentlar bilan qanday ishlash haqida tushunchalar beriladi. Yana takrorlab aytaman, bu dasturlash tilini o'rganish uchun alohida bilim, ko'nikma talab qilinmaydi. Juda yaxshi dasturlash tili. Buni kursimiz davomida birgalikda ko'rib boramiz.